aka, bugun biz markazimizda Muzqaymoq party eventi boshlanish arafasida turibdi. Bugungi estafetamizda qaysi jamoa yetadi deb o'ylaysizmi? Nimaga aslida bunaqa do'st? Jamoalar nomi nima? Ajdarmi? Plan jamoa nomi nima? Urgutlar. Ular sherlar, men komanda. Jamoangiz nomi? Bizda birinchi bosqich qoshiq o'yini. 1, 2, 3, start! Birinchi raundimiz tugadi va birinchi bosqichda bizda sherlar jamoasi g'olib bo'ldi. Bizda ikkinchi raund balon race va biz bunga start beramiz. Boshlandi. Ikkinchi raund o'z nihoyasiga yetdi va bu bosqichimizda oqborlar jamoasi g'olib bo'ldi. Bizda 3-shart minora qurish sharti va biz bu shartni boshlaymiz. 1, 2, 3, ketdi. Bizda 3-bosqich o'z nihoyasiga yetdi va hozir hamma minoralarni ko'rib chiqamiz. Uchinchi bosqichimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va 3-bosqichimizda g'olib bo'lgan jamoa qaysi jamoa deydilar? Urgutlar. 1, 2, 3. Bizda 4-shart shartlar bilan birga bo'lib o'tadi va biz bunga hozir start beramiz. 1, 2, 3, ketdi. Kez qoldi. Bizda jarayon qiziq ketdi. Kakishda bugun zo'r kun bo'ldi. Kakishda priz bor ekan. Yutgan jamoaga ko'p marojniy berishar ekan. Kakishda o'zlar ham kelmaganlar sizlansin. Kelganlar sizlanmasin kakishda. Qani olqay. Xo'p, 4 ta shart bo'ldi. Umumiy shartga ko'ra, 2 ta birinchi o'rin va 2 ta ikkinchi o'rinda olgan jamoa Burgutlar jamoasi. İkinci o'rinda oldi. 2 ta birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin va bitta uchinchi o'rin bilan sherlar jamoasi. Va 3-o'rinda oldi. 2 ta birinchi o'rin va 2 ta uchinchi o'rin bilan oq bo'rilar jamoasi. Faol qatnashgan jamoa ajdarlar jamoasi. Endi navbat Muzqaymoq ishga. Oy. Muzqaymoq partimizda qolganlarni ham kutib qolamiz.